Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Agar sizning uyingiz, dala hovlingiz, do'koningiz yoki biron bir bino inshotingiz bo'lsa, bu video aynan siz uchun tayyorlangan. Oldindan ogohlantiraman. Men hozir aytadigan ma'lumotlar hayotingizda juda muhim o'rin tutishi mumkin. Chunki bu har birimizning mol-mulkimizga, uy-joyimizga taalluqli bo'lgan o'ta dolzarb mavzu. Kech bo'lmasdan hoziroq shu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu ma'lumot sizga ertaga qanday yordam berishini tasavvur ham qila olmaysiz. Muammoning mohiyati o'tmish va bugun azizlar uzoq yillar davomida mulkchilikka oid masalalarga, ayniqsa qurilishni rasmiylashtirishga, hujjatlarni tartibga solishga unchalik jiddiy e'tibor berilmasligini yaxshi bilamiz. Ko'pchilikning uyida, hovlisida, dala hovlisida ruxsatsiz qurilgan biror bir qo'shimcha bino yoki o'zgartirish mavjud. Bu garaj bo'ladimi? Ayvonmi, oshxona, vannaxona yoki hatto hovli ichidagi kichik bir omborxona bo'ladimi? Ahamiyati yo'q. Oldinlari bunday holatlarga ko'z yumilib yoki hech bo'lmaganda jiddiy muammo sifatida qaralmas edi. Hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlari qog'ozbozlikka to'la, murakkab va uzoq davom etganligi sababli odamlar keyinroq qilarman deb orqa-ketiga suraverishardi. Bu esa ko'p holatlarda oqibatida hujjatlardagi mavjud holat bilan haqiqiy holat o'rtasida jiddiy farq yuzaga kelishiga olib keldi. O'zgarishlar shunchalik ko'pki, ba'zilarning uyining haqiqiy maydoni kadastr hujjatlarida ko'rsatilgan maydondan 2 barobar katta bo'lishi ham odatiy hol edi. Buning salbiy oqibatlarini ko'pchilik savdo-sotiq qilishda, merosni rasmiylashtirishda yoki bankdan kredit olishda sezardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Davlatimiz mulkchilik munosabatlarini tartibga solishga jiddiy kirishdi. Raqamlashtirish jarayonlari shiddat bilan bormoqda. Har bir bino, har bir yer uchastkasi to'liq hisobga olinmoqda. Raqamli kadastr tizimlari joriy etilmoqda. Endi eskicha yondashuvlar ish bermaydi. Yaqin kelajakda hujjatlardagi ma'lumotlar bilan haqiqiy holat o'rtasidagi har qanday tafovut jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat jarimalar, balki mol-mulkingizni sotish, hadya qilish, meros qoldirish imkoniyatini cheklash. Banklardan kredit olishda muammolar keltirib chiqarishi, hatto eng yomoni ruxsatsiz qurilgan qismni buzib tashlash to'g'risida qaror qabul qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Davlatning maqsadi aniq. Mulkchilik huquqlarini shaffof va adolatli qilish, har bir mulkning qonuniy asosini mustahkamlash. Shuning uchun gotottes, ya'ni tayyorlaning deb murojaat qilyapman sizlarga. Bu shaxsiy mulkingizning kelajagi haqida aslida bir asosiy qism. Batafsil tahlil nimani bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak? Kim xavotirlanishi shart emas. Avvalo nimani bilishingiz kerak. Bugungi kunda kadastr tizimi yangilangan, raqamli ko'rinishga keltirilmoqda. Bu degani endi har bir uy, har bir yer uchastkasining aniq joylashuvi, maydoni va uning ustidagi inshootlar sun'iy yo'ldosh orqali ham nazorat qilinishi mumkin. Eski qog'oz hujjatlar asta-sekin o'tmishga aylanib, barcha ma'lumotlar elektron bazada jamlanadi. Bu o'z navbatida har qanday noqonuniy qurilishni yoki hujjatlardagi nomuvofiqlikni aniqlashni osonlashtiradi. Davlat bu jarayonni jadal suratlar bilan olib bormoqda va mulk egalariga o'z mulklarini qonuniylashtirish uchun ma'lum muddatlar bermoqda. Bu muddatlar tugagach esa choralar ancha qat'iy bo'ladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bevosita ruxsatsiz qurilgan qo'shimcha inshootlarga ega bo'lganlar. Bu eng keng tarqalgan holat. Tasavvur qiling, Bobur akajon 2005 yilda o'z uyiga katta, chiroyli ayvon qurdi. Oldin bu muammo emas edi. Chunki mahalladagi qo'shnilari ham shunday qilgan. Lekin Bobur akajon bu ayvonni kadastr hujjatlariga kiritmadi. Endi esa uning uyining maydon hujjatlarida 1 kvadrat metr bo'lsa, ayvon bilan birga 120 kvadrat metrga yetgan. Agar Bobur akajon hozirda ushbu ayvonni qonuniylashtirmasa, u uyni sota olmaydi, hadya qila olmaydi yoki bankdan kredit olishda jiddiy muammolarga duch keladi. Hattoki kelajakda kadastr xizmati xodimi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan aniqlanganda u jarimaga tortilib, bu ayvonni buzib tashlash to'g'risida sud qarori chiqarilishi ham mumkin. Tasavvur qiling, yillar davomida mehnat qilib qurgan narsangizni bir lahzada buzishga majbur bo'lasiz. Bu juda achinarli holat. 2. Astros yashash maydonini o'zgartirganlar. Misol uchun Dilbar opa o'zining dala hovlisiga 2-qavatni ruxsatsiz qurgan. Dala hovli hujjatlarda 1 qavatli, maydoni saqlanib kvadrat metr deb ko'rsatilgan. Aslida esa 2 qavatli va maydoni 1 kvadrat metr. Dilbar opa keyinchalik bu dala hovlini sotmoqchi bo'lganida
kadastr hujjatlaridagi ma'lumotlar haqiqiy holatga mos kelmasligi sababli savdo bitimi amalga oshmadi. Xaridor bankdan kredit ola olmaydi, notarius esa hujjatlar nomuvofiq bo'lgani uchun rasmiylashtirishdan bosh tortadi. Natijada Dilbar opaning dala hovlisi sota olmaydigan o'lik aktivga aylanib qoldi. Uni qonuniylashtirish uchun esa katta miqdorda jarima to'lash va bir necha bosqichli murakkab jarayonlardan o'tishiga to'g'ri keladi. Yer uchastkasi chegaralarini o'zgartirganlar ba'zida qo'shnilar bilan kelishib yoki kelishmasdan yer uchastkasining chegarasini biroz o'zgartirish holatlari ham uchraydi. Masalan, bir tomondan 1 metrga qo'shni yerdan olib, boshqa tomondan berib. Bu ham rasmiy ruxsatnomasiz amalga oshirilgan bo'lsa, kadastr xizmati tomonidan aniqlanganda yer nizolariga, jarimalarga va hattoki eski holatga qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Farhod akamizning misolini olaylik. U qo'shnisi bilan og'zaki kelishib, o'z hovlisiga kirish joyini kengaytirish maqsadida 2 sotik yerni qo'shnisining uchastkasi hisobiga kirgizgan. O'z navbatida o'zining yerdan ham 2 sotik qo'shnisiga bergan, lekin bularni hech qanday hujjatlashtirmagan. Yillar o'tib, qo'shni uyini sotmoqchi bo'lganda, yangi xaridor bu holatga rozi bo'lmagan. Natijada Farhod akamizning yer uchastkasi kadastr hujjatlariga mos kelmay qolib, uzoq davom etgan sudlashishlarga sabab bo'lgan. 4 asl meros qolgan mulkni o'z vaqtida rasmiylashtirmaganlar. Odatda merosni rasmiylashtirish uchun qonuniy muddatlar belgilangan. Agar bu muddatlar o'tkazib yuborilsa, merosxo'rlar mol mulkni qonuniy egasi sifatida rasmiylashtirishda sud orqali murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Bu esa ortiqcha vaqt, pul va asab talab qiladi. Masalan, Gulnora opaning otasidan qolgan uyni meros qilib olishga shoshilmagani sababli 10 yildan keyin bu uyni sotishga qaror qilganda merosni qabul qilish muddatini o'tkazib yuborganligi aniqlangan. Natijada uyni sotish uchun avval sud orqali merosni qabul qilish huquqini tiklashi, keyin uni o'z nomiga rasmiylashtirishi va faqat undan keyin sotish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bu jarayon 1 yilga cho'zilib ketgan. Kimlar xavotirlanishi shart emas yoki kamroq. Albatta barcha hujjatlari to'liq, mulkining haqiqiy holati kadastr hujjatlariga to'liq mos keladigan, barcha qurilish ishlari qonuniy ruxsatnomalar asosida amalga oshirilgan shaxslar uchun katta xavotirga o'rin yo'q. Ular mulklarni bemalol sota oladilar, hadya qila oladilar, garovga qo'ya oladilar. Biroq ularga ham bir maslahat beraman. Elektron kadastr tizimiga o'tish jarayonida o'z mulkingiz haqidagi ma'lumotlarning to'g'ri kiritilganligini tekshirish foydadan xoli bo'lmaydi. Har bir insonning shaxsiy kabineti elektron kadastr pasporti paydo bo'ladi. Undagi ma'lumotlarni o'z mulkingiz haqidagi ma'lumotlar bilan solishtirib ko'rishingiz juda muhimdir. Ba'zida texnik xatolar tufayli ham nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Asosiy qoidalar, tuzoqlar va noaniq jihatlar, istisnolar va noaniq jihatlar. Hamma qo'shimcha qurilishlar ham jiddiy muammo emas. Ba'zi kichik o'zgarishlar, agar ular poydevorsiz kapital inshoot hisoblanmasa va binoning konstruktiv mustahkamligiga ta'sir qilmasa, qonuniylashtirishni talab qilmasligi mumkin. Masalan, hovlidagi yengil turdagi vaqtinchalik soyabon, kichik poydevorsiz molxona yoki hovli ichida joylashgan, chegaralarni buzmaydigan oddiy sanitar inshootlar shular jumlasidan. Ammo bu ham har doim shartli. Hatto shunday kichik inshootlar ham ba'zida umumiy qoida va me'yorlarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun har qanday holatda ham agar mulkingizda ruxsatsiz o'zgarishlar bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashish zarur. Yana bir noaniq jihat bu ichki ta'mirlash ishlari. Agar siz kvartirangizda yoki uyingizda faqat ichki bezak ishlarini amalga oshirgan bo'lsangiz, ya'ni devorlarni buzib boshqa joyga ko'chirmagan bo'lsangiz, qo'shimcha xonalar qurmagan bo'lsangiz, odatda bu qonuniylashtirishni talab qilmaydi. Biroq agar sizda yuk ko'taruvchi devorlar buzilgan yoki yangi devorlar qurilgan bo'lsa, xonaning umumiy joylashuvi va maydoni o'zgargan bo'lsa, bu ham albatta rasmiylashtirilishi shart. Chunki bu binoning mustahkamligiga ta'sir qilishi, hatto boshqa kvartirlarga ham zarar yetkazishi mumkin. Masalan, ko'p qavatli uydagi Hasan aka o'z kvartirasida oshxona va zal o'rtasidagi devorni olib tashlab, katta xona qilgan. Lekin bu devor yuk ko'taruvchi devor bo'lgan. U buni bilmagan va hech qanday ruxsatnoma olmagan. Endi esa u kvartirasini sotmoqchi bo'lganida xaridor tomonidan mutaxassis chaqirilib, bu devorning buzilgani bino mustahkamligiga salbiy ta'sir qilayotgani aniqlandi. Natijada Hasan aka juda katta miqdordagi jarima to'lab devorni qayta tiklashga majbur bo'ldi. Tuzoqlar va oldindan ko'zda tutilmagan holatlar.
Aslida menga taalluqli emas deb e'tiborsizlik qilish. Bu eng katta tuzoq. Ko'pchilik mening uyim eski, buni hech kim tekshirmaydi yoki hamma shunday qilgan, menga hech narsa qilisha olmaydi deb o'ylaydi. Ammo davlat tomonidan joriy qilinayotgan yangi tizimlar har bir mulkni raqamli tekshiruvdan o'tkazish imkonini beradi. Bugun tekshirilmasligi ertaga tekshirilmaydi degani emas. Bugun muammo bo'lmagani ertaga moliyaviy yoki huquqiy muammoga aylanadi. Astirish, ishonchsiz maslahatchilarga ishonish. Ba'zida tadbirkorlik subyektlari yoki oddiy shaxslar hujjatlaringizni o'zim rasmiylashtirib beraman deb arzon narxlarda xizmat taklif qilishadi. Ammo ularning ko'pchiligi vakolatli emas, zarur bilimlarga ega emas yoki hatto firibgar bo'lishi mumkin. Natijada siz pulingizni ham, vaqtingizni ham yo'qotasiz, hujjatlaringiz esa tartibga solinmasdan qoladi. Yoki eng yomoni, noto'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatlar bilan kelajakda yanada kattaroq muammolarga duch kelasiz. Doim rasmiy tashkilotlarga murojaat qilish yoki vakolatli yuridik shaxslardan maslahat olish muhim. Uchus belgilangan muddatlarni o'tkazib yuborish, davlat tomonidan noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish yoki o'zgarishlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun ma'lum muddatlar belgilanadi. Bu muddatlar odatda imtiyozli sharoitlarda, ya'ni kamroq jarimalar bilan yoki osonroq tartibda rasmiylashtirish imkonini beradi. Agar bu muddatlar o'tkazib yuborilsa, jarimalar sezilarli darajada oshishi, hatto mol-mulkni buzish to'g'risida qaror qabul qilinishi ehtimoli ortadi. Mahalla qo'mitalarining roli, yangi tizimda mahallalarning ham roli oshirilmoqda. Mahalla faollari, uchastka nozirlari o'z hududlaridagi bino inshootlaridagi har qanday o'zgarishlarni nazorat qilishga jalb etilishi mumkin. Bu degani, sizning ruxsatsiz qurilgan qo'shimcha binoingiz haqida mahalladan turib ham vakolatli organlarga ma'lumot berilishi mumkin. 5. Astirish kommunal xizmatlarga ta'siri. Ba'zida ruxsatsiz kengaytirilgan yoki o'zgartirilgan uylar uchun kommunal to'lovlarda ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, isitish, gaz yoki elektr ta'minoti uchun hisob-kitoblar faqat hujjatdagi maydonga nisbatan amalga oshiriladi. Haqiqiy maydoningiz kattaroq bo'lsa, siz ko'proq resurs ishlatasiz, lekin rasmiy hisob-kitoblar boshqacha bo'ladi. Bu esa ba'zida munozaralarga yoki qo'shimcha to'lovlarni to'lash majburiyatiga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Shunday qilib, azizlar, men sizlarga barcha muammolarni batafsil tushuntirdim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu muammolarni hal qilish uchun aynan nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Astirish, bir qadam mavjud hujjatlaringizni to'plang va tahlil qiling. Avvalo siz o'zingizning mulkingizga tegishli bo'lgan barcha hujjatlarni bir joyga jamlashingiz kerak. Bularga quyidagilar kiradi: Astis, kadastr pasporti, texnik pasport. Bu hujjatda mulkingizning maydoni, qavatlar soni, binoning joylashuv sxemasi kabi asosiy ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'ladi. Egalik huquqi to'g'risidagi guvohnoma. Bu sizning mulkka egalik huquqining asosiy hujjati bo'lib, uyingiz kimning nomida ekanligini tasdiqlaydi. Yer uchastkasiga egalik huquqi hujjati. Agar uyingiz joylashgan yer sizga tegishli bo'lsa, ushbu hujjatni ham topishingiz kerak. Ba'zida bu yerga urubot egalik qilish huquqi yoki ijara shartnomasi bo'lishi mumkin. Qurilishga ruxsatnoma agar bo'lsa, agar siz biror bir qo'shimcha bino qurgan bo'lsangiz va unga ruxsatnoma olgan bo'lsangiz, uni ham tayyorlab qo'ying. Oldingi savdo sotiq shartnomalari, hadya shartnomalari, meros guvohnomalari. Agar mulk sizga sotib olish, hadya yoki meros orqali o'tgan bo'lsa, ushbu hujjatlar ham muhim. Bu hujjatlarni to'plab bo'lgach, ulardagi ma'lumotlar bilan uyingizning haqiqiy holatini solishtiring. Uyning maydoni, xonalar soni, binoning joylashuvi, bino turi, masalan, turar joy, noturar joy hujjatlardagi ma'lumotlarga mos keladimi? Agar nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, keyingi qadamga o'tamiz. Astirish, qadam, kadastr agentligining tuman, shahar bo'limi yoki davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qiling. Barcha hujjatlarni to'plab, vaziyatni aniqlab olganingizdan so'ng, siz to'g'ridan-to'g'ri kadastr agentligining o'zingiz yashaydigan hududdagi tuman, shahar bo'limiga borishinga usul bu davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish. Davlat xizmatlari markazlari mamlakatimizning har bir tuman va shaharda mavjud bo'lib, ular aholiga qulaylik yaratish maqsadida yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi. Bu yerda sizga qanday murojaat qilish kerak? Siz quyidagi masalalar bo'yicha maslahat so'rashingiz va ariza topshirishingiz mumkin. Mulkning hozirgi holati haqida ma'lumot olish,
ruxsatsiz qurilgan inshootlarni qonuniylashtirish tartibi bo'yicha maslahat, kadastr hujjatlariga o'zgartirish kiritish yoki yangi texnik pasport olish. Ikki qadam. Murojaat uchun kerakli hujjatlar va ma'lumotlar. DXM yoki kadastr bo'limiga murojaat qilayotganingizda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz, original va nusxasi, mavjud kadastr pasporti, texnik pasport agar mavjud bo'lsa. Asterisk mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat. Yuqorida sanab o'tganimizdek, bu sizga mulk qanday asosda o'tganini tasdiqlovchi hujjat. Ariza. Siz joyida beriladigan namunaviy arizani to'ldirasiz. Unda sizning murojaatingizning mohiyati aniq ko'rsatiladi. Masalan, ruxsatsiz qurilgan inshootni qonuniylashtirishni so'rayman yoki kadastr ma'lumotlaridagi nomuvofiqlikni bartaraf etishni so'rayman. Qadam. Tekshiruv va ekspertiza jarayonlari. Agar sizda ruxsatsiz qurilishlar yoki o'zgartirishlar mavjud bo'lsa, DXM yoki kadastr agentligi sizning arizangizni ko'rib chiqadi va mutaxassislarni joyga yuboradi. Ular mulkni joyida o'rganadi. Qurilishdagi o'zgarishlarni aniqlaydi, o'lchov ishlarini amalga oshiradi. Texnik xulosa beradi. Qurilish normativlari va qoidalariga rioya qilinganligi, binoning mustahkamligi va xavfsizligi haqida xulosa beradi. Ba'zi hollarda agar qurilish inshootining mustahkamligiga jiddiy zarar yetkazadigan bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkonsiz bo'lishi ham mumkin. Bunday hollarda inshootni buzish talab qilinishi yoki unga zarur tuzatishlar kiritish shart qilib qo'yilishi mumkin. Qadam. Jarayon narxi va muddatlari. Ruxsatsiz qurilishlarni qonuniylashtirish yoki kadastr hujjatlariga o'zgartirish kiritish bepul emas. Davlat boji, shuningdek texnik ekspertiza va boshqa xizmatlar uchun to'lovlar undiriladi. Bu to'lovlar har bir holatda individual ravishda hisoblab chiqiladi va qurilishning murakkabligiga, maydoniga o'zgarishlarning hajmiga bog'liq bo'ladi. Ba'zida esa ruxsatsiz qurilgan inshootlar uchun qo'shimcha jarimalar ham belgilanishi mumkin. Jarayonning muddatlari ham turli holatlarga bog'liq. Odatda ariza topshirilgandan keyin ma'lum bir muddatda, masalan 25-30 kun ichida ko'rib chiqiladi. Ammo agar qo'shimcha ekspertizalar, komissiya yig'ilishlari talab etilsa, bu muddat cho'zilishi mumkin. Qadam. Raqamli platformalardan foydalanish imkoniyati. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda ham olish imkoniyati mavjud. Ya'ni siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov.uz orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Bu platforma sizning uyingizdan turib, navbat kutmasdan elektron tarzda topshirish va arizangizning holatini kuzatib borish imkoniyatini beradi. Shuningdek, kadastr tizimi orqali ham o'z mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirib borishingiz mumkin. Bu zamonaviy va qulay usullardan foydalanishni o'rganish juda foydali bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda men sizlarga Gototish shiori ostida mulkchilikka oid o'ta muhim masalalar haqida batafsil ma'lumot berdim. Sizning uyingiz, yer uchastkangiz, dala hovlingiz yoki boshqa mulkingiz kelajagi aynan bugun qanday choralar ko'rishingizga bog'liq. Hujjatlardagi nomuvofiqliklarga ko'z yumish yoki ularni keyinga qoldirish hozirgi juda katta moliyaviy va huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Men bergan maslahatlarga amal qiling, hujjatlaringizni tartibga soling. Zarur hollarda tegishli idoralarga murojaat qiling. O'z mulkingizga egalik huquqingizni mustahkamlash uchun hozirdan harakatni boshlang. Unutmang, ogohlantirilgan, qurollantirilgan. Mening ushbu videodagi fikrlarim siz uchun qanchalik foydali bo'ldi? Sizning bu boradagi shaxsiy tajribangiz bormi? Fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.